Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan yurak qon tomir kasalliklari ichida eng xavflisi va eng tez o'limga olib keluvchi kasallik, ya'ni miokard infarkti haqida gaplashamiz. Miokard infarkti bu yurak tomirlari, koronar tosh tomirlarda o'tkir qon aylanishining buzilishi hisobiga yuzaga keladigan xavfli kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni olib keluvchi sabablar ular bemorda kuchli emotsional zo'riqishlar, fizik zo'riqishlar va xolesteringa boy mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, qonni me'yoridan ortiq quyuq bo'lishi asosiy sabablar hisoblanadi. Bundan tashqari zararli odatlar, ichish, chekish, har xil narkotik mahsulotlarni qabul qilish, ular ham miokard infarktini olib keluvchi xavfli omillar guruhiga kiradi. Keyin semizlik, kam harakatlilik, bu ham sekin qon tomirlar devorida xolesterin plakchalarini paydo bo'lishi va qon aylanishi yomonlashishi hisobiga bu ham yurak ishemik kasalliklariga sababchi bo'ladi. Miokard infarktini diagnostikasida birinchi o'rinda elektrokardiografiya, EKG tekshiruvi, ikkinchi o'rinda exokardiografiya, uchinchi o'rinda bu zolotoy standart, oltin standart deymiz, tosh tomirlarni koronar angiografiya tekshiruvi hisoblanadi. Bundan tashqari analizlar topshiriladi. Xolesterin, troponinga test miqdori, shu qonni quyuqligi, shunga analizlarga qarab davolash rejalari tuziladi. Miokard infarktini klinikasida birinchi o'rinda tosh ortida kuchli og'riq, og'riqni xarakteri bu kuchli kuydiruvchi, achishtiruvchi, xanjarsimon og'riqlar bo'ladi. Og'riqni chap qo'lga, chap yelka, pastki jag, pastki bo'yin sohalarga og'riq kuzatiladi. Og'riq ba'zan o'ng qo'lga, o'ng yelka sohaga ham bo'ladi va kamdan kam holatlarda ham kuzatiladi. Abdominal miokard infarkti deymiz. Bu og'riqni qorinning yuqori qismida og'riqni kuzatilishi bo'ladi. Ikkinchi belgi bu bemorda kuchli to'satdan holsizlik. Uchinchi belgisi sovuq muzdek ter bosishi. Bemorda ko'ngillanish, qayd ilish, hushdan ketish holatlari, arterial qon bosimini tushish holatlari kuzatiladi. Agar sizda yuqoridagi belgilar, simptomlar kuzatiladigan bo'lsa, bizni Kitob tumanida joylashgan Salomatlik akademiyasi ko'p tarmoqli davolash va diagnostika markaziga murojaat qilishingiz mumkin.